Akalar, men nimani ustida turibman? Yaxshilab ko'ringlar. Oynani ustida turibman. Ana buni qaranglar. Mana tushdim. Endi qaranglar. Bu o'zicha chiqib oldi bu ham aka. Bu bizga to'liq tushuntiring. Oynalarga 100% garantiya beramiz aka. Karton bo'ladi oynalar. 250 kilogacha ko'taradi xohlasa. Xudo sharmanda qilib bo'lsa bizga ham shunaqa garantiya berishgan. Endi o'sha zavodning nimasini beryapmiz biz ham. Shu buni ma'lumoti xudo xolasa sinmaydi, oynasidan ko'ngilni xotirjam qilsa bo'ladi. Buni qanaqa deydi aka bunisi? Bu Isabella fasoni bo'ladi. Hozirgi kunda trendda 10 komplektdan 10 komplekt ketadigan ishimiz mana shu bo'lib turibdi hozirgi kunda. Kachelani tushuntirib o'ting. Buni kachelar ham 250 kilogacha ko'taradi aka, xudo xolasa behijolat garantiyasi bu ham 3 yildan 5 yilgacha garantiyasini beramiz. Buni eng ahamiyat beradigan nimasi? Temirlari o'sha qalinidan. Hali egilib ketadigan, bukilib ketadigan emas, tashlab yubormaydi. Behijolat svakalariga ham 100% mutaxassis bolalar qilgan. Ustolar ham ko'ngillarga. Bunisi boshqa. Bu rasvetkalari, bu 7 xil rangi bor. Isabella fason bu ham faqat rangi hamma didiga qarab turib tushunaveradi. Cho'koq rang, mokri, moloshnisi bor, orix bor. Mana bu Rim degan fason bu. Bu ham esa kafelarga zo'r. Nima deydi? Lavashxona, shunaqa oshxonalarga moshina ketadigan narsa. Bu amarant fason bu aka, o'sha seryozniyroq akalarga. Sizga ekanda bo'lmasa, Geroylar o'tiradigan, bu rangi Isabellani mana bu. Cobra fason deymiz buni, Deco Comfort. Bu ham kafelarga yaxshi tushadi, oshxonalarga. Eng hadovoy turgan yengillari, vatan stulum yo'q deydiganlarga mana bu Deco variantimiz. Xonajon bu yoqqa keling. Shuni birinchi qo'l, ha? Birinchi qo'l aka. Ilohim, qo'llaring dard ko'rmasin, ukajonim. Hamisha ishlaringga 5. O'zim imindan, yuragimdan, ichimdan chiqib gapirib hayron qoldim, malades. Endi bu lokatsiyani borur endi, adresi o'zingizni eshitamiz. Xo'p, adres Bo'yda Yangi Qo'rg'on, markaziy shifoxona orqasida, Boy mahallada. Pastga telefon raqamini qoldiramiz. Telefon raqamini Lokatsiyani qo'yamiz. Lokatsiyani shu tashlab telefon qilishsa bo'ldi. Keyin narx-navolarni so'ramadi, o'zingiz telefondan Narx-navosidan uyolmaymiz, narxidan, sifatidan uyolmaymiz. Behijolat. Telefon orqali Aloqaga chiqilishaveradi. Sizlar kanalingdanligini aytsa, narxidan ham chegirma qilib beramiz.